Tak, bizda navbatdagi 4-savol. Bunga oid misollarni ishlash uchun avtomobil degan misol keladi, qayiq degan misol keladi. Birinchi rasmsiz olish kerak edi. Misol uchun mana bu shahar deydigan bo'lsak, mana bu qishloq deb belgilamiz, q harfi bilan. Aytmoqchiki, mana bu avtomobil shahardan qishloqqacha bo'lgan masofani 80 km tezlik bilan bosib o'tadi deyapti. Mana bu masofa bizda 80 km/soat ekanda. 80 km/soat. Endi aytmoqchiki, bunday masalalarni ishlash uchun chotki texnika berib ketaman. Birinchi navbatda shartni o'qish kerak. Shartga asoslanib rasm chizib olish kerak. Agar rasm to'g'ri chizsangiz, misolingiz 70-75% to'g'ri yechimga chiqishingiz aniq deganda bu. Keyin ortga qaytishda demoqchi, 75% ni eski tezlik bilan mana 75% ni 25% desak, mana bunisi bizda 75% ekan. 75% ni 80 tezlik bilan qolganini mana 60 bilan bosib o'tyapti demoqchida bu savolda. Shu sababli ham mana qaytishda 10 minut ko'p vaqt sarfladi. Misol uchun 80 tezlik bilan borishda 2 soatda borgan bo'lsa, qaytishda 2 soat 10 minutda kelyapti deb aytmoqchi bizlarga. Shahardan qishloqqacha bo'lgan masofa, ya'ni S so'ralmoqda. Bizda formula bor, S VT. Bu yerda bizga vaqtni berganligi uchun bu yerdan vaqt topib olamiz. T tenglik S taqsimda V ga teng ekan bu. Endi nima qilamiz desangiz, gap aytaman, gapni chuqur tushunib oling. Nima demoqchiman? Agarda avtomobil 80 tezlik bilan mana 25% ni ham, mana shu masofani ham mana chizib ko'rsataman. Mana masofani ham aytgandek 80 tezlik bilan bosib o'tganda edi, u T vaqtda kelar edi. U aytgan masofani 60 tezlik bilan bosib o'tayotgani uchun, ya'ni S ko'paytirilgan 0.25, mana shu yo'lning 0.25% ni u 80 km tezlik bilan bosib o'tganda edi, bu teng bo'lardi S ko'paytirilgan 0.25 taqsimda 60 ga. Ya'ni agarda bu o'sha qolgan mana uni ham 80 km da bosib o'tganda bunga teng bo'lardi. Ammo bular teng bo'lishligi uchun, ya'ni bu 80 bilan bosib o'tmadi, mana qolgan 25% ni ham. Shu sababli 10 minut ortiq deganlik uchun ham buni soatga o'tib 10 taqsimda 60 deb yozib qo'yar ekanmiz-da. Endi mana shu masofaga mana 10.60 qo'shadigan bo'lsak, mana unga teng bo'lar ekanda. Mana shu proporsiyani bitta ishlab qo'yasizmi? Bu yerda joy qolmabdi. Ishlab ham beraman, maqan qiyin narsa emas bu. Tak. Mana o'chirib oladigan bo'lsak, mana shu yerdan qisqacha qilib ishlab beraman. Endi mahraj berish kerak. Mana misol bizda turibdi, S ko'paytirilgan 0.25 taqsimda 80 qo'shilgan 10 taqsimda 60 tenglik bu S ko'paytirilgan 0.25 taqsimda 60 ga deyapti. Buni ishlash uchun bitta mahraj berib ishlaysiz. Endi eng oson usulni aytadigan bo'lsam, javoblarni olib kelib qo'ysa ham bo'ladi, qanoatlantirsa olib ketamiz. Ammo ishlasangiz ham bo'ladi, lekin mana 0.25 1 taqsim 4 deb oladigan bo'lsak, shuni ishlab ko'ray mana yerga. Mana ular kerak emas, mana tushunarli bo'lib o'chirib tashlaymiz bularni. Mana shu yerga sig'sa kerak misolchamizni. Tak, 1 taqsim 4 bu S taqsim 4 ni bo'lishimiz kerak 80 ga. 1 taqsim 80. Shunga qo'shishimiz kerak ekan 1 taqsimdan 6 bo'ladi. Bunga yana S taqsim 4 ko'paytirilgan 1 taqsimda 60. S taqsim 4 ko'paytirilgan 1 taqsimda 60. Ya'ni bo'lib chiqyapman-da. Bu menimcha hech kimga muammo bo'lmasa kerak. Bu yerdan S taqsimda 4 kara 80 320 ga teng, to'g'ri. Qo'shilgan 1 taqsimda 6 tenglik S taqsimda 240. Bu yerdan 320 bilan 240 ga mahraj nima bo'ladi desangiz, tak. Mana shu yerda eng oson usulni aytib o'taman sizga. Mana bu kalitlarni olib kelib qo'ysangiz bo'ladi-da. Misol uchun mana 360 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana S ni o'rniga agar shartimizni qanoatlantirsa olib ketamiz. 360 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsa, endi mana o'chirib tashlaymiz. Sizga baribir video jo'natilyapti. Ozgina murakkab yo'l bilan shu tenglamani ishlayapman endi. Mahraj berib ishlasangiz ham bo'ladi. Mahraj berish yoqmadi to'g'risi.
Bak bu yerdan mana S ni o'rniga mahraj beraylik shunga. Mahraj necha bo'ladi bunga? 240, 320 ga. Tak 8 bilan 6 bo'ladigan bo'lsa, 2 kare 4 3 12 600. Xullas mana bunday mahraj 4 ko'paytirilgan, 8 ko'paytirilgan, 10 ko'paytirilgan. Bu 60 bo'lishi uchun tak 6 ham bor ekan. Mana shu mahraj bo'lyapti. Ozgina murakkab yo'l bilan ketibman-da. Mana bunga o'ziga mahraj berish kerak ekan. Mayli, endi tashlab qo'yamiz. Tak bunga 6 ta 6S plyusdan bunga 480 tadan plyusdan 480 bizada teng bo'lish kerak ekan. Ozgina murakkab yo'l bilan ketib qolibmiz-da. 240 bo'lish uchun mahraj bunga 8 ta berar ekanmiz. 8 ta S ga. Bo'ldi, mana yerdan 2 ta S kelib chiqadi. Mana surat mahraj bizga kerak emas. Buni o'chirib tashlasak ham bo'lar ekan. Endi 2 ta S'imiz teng bo'lyapti 480 ga. 2 ta S tenglik 480 ga. Bitta S so'ralgan bizdan. Bu S 240 ga teng bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Ozgina cho'zilib ketdi atak. Oson usuli mana u kelgan narsaga bitta mahraj berish kerak edi. Shuni ishlab tenglama keladi. Ishlasangiz javob tayyor edi. Keyingi savol mana ko'rinmay qolibdi. Mana shu 5-savolimiz shunday bo'lsa, ya'ni shuni erinchisi 2 ga teng bo'lsa, 48 mana unga teng bo'lsa, tengliklar o'rinli bo'lsa, endi M orqali ifodalaymiz.